ikki xonali uyni puliga tayyor korobka pishg'ishda qurilgan, lokatsiyasi ham zo'r joyda, o'rta sho'ra, mippi shundoqqina orqasidagi mahallalarda. Maydonimiz 3,5 sotix, ikkita. Xo'p, to'g'ri 4 burchak. Bu joyimizda 9 xona uyimiz bor. Bunda 4 xona uy bor. Pishg'ishda qilingan, podushkalar qo'yilgan, tomlar yaxshi materiallarda yopilgan. Xo'p, mana hovuz devorlargacha qilingan. Ko'rib beraylik. Mana hovuz devorlargacha qilingan. Qurilishda umuman muammosi yo'q. Mana kirganimizda prixoshka, mana sanuzel, oshxona, yotoqxona, 3 ta xona bor bu yerda, alohida sanuzeli bor. Xo'p, to'g'rida kattagina mehmonxonamiz, darvozaxonamiz bor. Maydonimiz 3,5 sotix. Narxi egalari tomonidan shikalat 36 ming dollar baholangan. Oz-moz kelishiladigan joyi bor. Quyidagi raqamga tez qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot berib, chiroyli narxda olib beramiz. Mahallasi asfalt bilan gaz, svet, suv bor.